Bunaqa jarayondan bolalarni bebahra qoldirish juda ham katta jaholat deb bilaman. Iltimos onalar, birozgina vaqtingizni ayamasdan bugun unib o'sayotgan farzandlarni, bugun nihol kabi nozik bo'lgan farzandlarimizni muhim ozuqalardan bebahra qoldirmang. Chunki aynan bu kabi multfilmlarni, bu kabi animatsion multfilmlarni biz sog'ingandik desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi premyerada ham o'zim bolalarim bilan birgalikda ishtirok etishni nihoyatda xohladim, chunki ular ko'zlari bilan ko'rishsin. Ular mehnat qilgan ijodkorlarni ham ko'rishsin. Bu shunchaki qo'l bilan kompyuterda qilinadigan narsa emas. Bu yuzlab ijodkorlarning mehnati, bu qanchadan qancha mablag'lar degani, bu qanchadan qancha uyqusiz tunlar degani, bu qancha o'ylov, fikr degani. Nasibet 2026-yil juda muvaffaqiyatli boshlandi. Bugungi 7 ta multfilm premyerasi ham bolajonlarimizga tez kunda yetib boradi. Bugun o'tgan galgiga nisbatan biroz kamroq bolajonlar ishtirok etishyapti. Buni ham o'sha yoqimli jarayoni bor, chunki asalni ham og'zi shirin deydi-yu. Biz ozgina o'sha ularga shimini chiqarib qo'yapmiz, qolganini o'zlari topib olishadi. Tez kunlarda ijtimoiy tarmoqlar orqali bular haqida xabar topishadi.